Apa men qat-qat yetishib ust bo'lib ketdim. Sal gumon qilib qoldim-ku. Ashman bugunlarim bir ko'z qo'ygan. Dana sözlerimle sığındım ötmen anlay gözlerimde. Qattiq ketarlik materiallar 500 gram şeker, 500 gram seriq may, 15 gram suda, 15 gram podatın. Tuxum 15 tal, hasal 500 gram, suv may 200 gram, suv 100 gram, un 1 kilo. Oldi bilan shakar bilan seriq may solamiz. Endi soda bilan podan solamiz. Endi buni tendonlardan ichi bilan aralashtirib olamiz. Suv mayni qo'yib olamiz. Endi narsalarni sevib olamiz. Tuxumimizni 3 ga bo'lib qo'yib olamiz. Neymiş 3 ga bo'lib solamiz qizim tuxumni? Seriq mayni yaxshi ko'pish uchun 3 ga bo'lib solsak eng yaxshi. Endi suyni qo'yib olamiz. Endi mushalat kelganda unni solsak bo'ldi. Opa, xamirni jiqit. Men solishtirib beramsiz. Bo'ldi. Seriq may bilan yaxshi aralashtirib olsak ham bo'ldi. Xamirimiz bir holatga kelganda bo'ldi, lisqa bo'lib olsak ham bo'ldi endi. Endi qana qilamiz qizim? Endi tuz olsak bo'ldi. Tekshi yetib oldik. Endi qoshan solsak bo'ldi. Duxovkamizni usti 180, asti 210, 15 minut to'g'rilsak bo'ldi. Uyda qilgan vaqtinglarda uyning duxovkasini usti 170 tanshib 15 minutda pishirsanlar bo'ldi. O'zim bir qo'lqon qat-qatlarim pishib ketibdi. Qarang opa. Bek o'xshabdi-ku. Gapimcha pishirmaysiz taxir. Yaxshi. Faqat bu so'y tayyor bo'ldi. Endi irisni quyib, 3 qatlab chapib olsak bo'ldi. Bundan mushtaq tekshi yetib olsak bo'ldi. Endi 3 qavat qilib chaplab bo'ldi. Mana to'rt atrofini kesib olsak bo'ldi. Kesib tayyor qildim. Endi buni ustiga iris milayman. Bundan tekshi mil oldim. Endi obay kesgan parchalarni uvab ustiga chachaman. Buni qat-qatlarim tayyor bo'ldi. Endi buni to'rt parcha kesib oldim. Opa, rosti mukammal, qarang o'xshab ketganni. Rostbek o'xshatibsiz qizim. Kelar qismda nima günimiz? Siz peruk o'ginaylik. Bo'ladi.